Ana uni qara. Xotinini olib ketdimi, xotin qilib? Dadasi, bu nima qilganingiz? O'zingizga olmadingizmi? Onasi men ko'chada yeb yuribman. Qolaversa yaqinda ovqatlanganim. Sen buni o'ylamay olis sig'ida. Onasi, bu nima qilganing? Ha meni qornim to'q dedimi? Dadasi, bilaman, hozir sharoitimiz uncha yaxshi emas. Boshimizga shuncha yildan beri qancha sinovlar keldi. Birga baham ko'rdik. Nega shu bitta shashlikni birga baham ko'ra olmasligimiz kerak? Onasi, biror marta seni yaxshi joyga olib borib ovqatlantira olmadim. Biror marta ustingga eng qimmat kiyimni olib bera olmadim. Odamlarga o'xshab seni chet ellarga sayohatga olib bora olmasam. Yozib bir marta senga shashlik olib bersam, shuni ham menga bo'lyapsanmi? Dadasi, ayol kishi erini boriga ham, yo'g'iga ham sabr qilsa, shunda erini barakasi bo'ladi. Hayotimiz hali oldinda. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ha, qayerga ketyapsiz? Ha, ishga ketyapman. O'zi sizga turmushga chiqib nima ko'rdim? Mana qo'shnimizning eri Dubayga aylantirgan olib ketibdi. Dugonamning eri mashina sovg'a qildi. O'zi siz Instagram ko'rasizmi? Blogerlar xotinini ko'klarga ko'taryapti. Siz er bo'lib nima qildingiz? Nima meni ham ayolman, ayoldek yashagim keladi. Sizga ko'cha bo'lsa bo'ldi. Do'stim, hozir bitta narsani tushundim. Haqiqiy baxt pul, mashinada emas, balki eri xotini bir-biriga bo'lgan muhabbatida ekan. To'g'ri aytasan, oshna. Noshukur xotindan Xudoni o'zi asrasin. Ayoling uyda noshukur bo'lsa, hech qachon uyingda barakang bo'lmaydi.